Assalomu alaykum deya o'z so'zimni boshlayman. Biz har bir inson 5 kunlik omonat dunyoda barchamiz g'animatmiz. Aynan bizni dunyoga keltirgan, biz uchun jon olib jon bergan, bizni ertamiz uchun borini bergan, lekin bularni barchasi evaziga bizlardan hech narsa so'ramagan qalb gavharlarimiz. Ota-onalarimizni vaqt g'animat ekanlik holatda bugungi kunda takror va takror borib yo'qlashlikni Allohim har birimizni qalbimizda muhrlasin. Hech birimiz vaqtni g'animat ekanligini yoddan chiqarmaylik. Bugun qo'limda pulim yo'q-da, ertaning qo'limga maoshimni olsam, borib 4 tagina nonni bo'lsa-da olib ota-onamni yo'qlayman degan kunlar bo'lmasin. Qo'lingizda pulingiz bo'lsa ham bo'lmasa ham ota-onangizga bir og'iz qo'ng'iroq qilib, onajon, otajon, sizni juda ham yaxshi ko'raman. Meni bu hayotda dunyoga keltirganingiz uchun, men uchun boringizni berganingiz uchun, hali hanuz meni deb har daqiqada o'z vaqtingizdan, boringizdan kechib yashayotganingiz uchun Allohim sizdan rozi bo'lsin deng. Birozgina tashvishlarini nari surib, farzandlikdan qaddingizni bir bor urib, o'sha mo'jaz xonasi bor tomoni yurib, bugun yo'qlab qo'ydingizmi onangizni? Na davlat der, na mansab der kerak emas. Ko'ngil istab sizga uni buni demas. Yaxshimisiz onajon deb qo'ysangiz bas. Bugun yo'qlab qo'ydingizmi onangizni? Bitta shirin so'zingizdan olam quchar. O'g'il qizim deya hatto jondan kechar. Qalbidagi barcha xavotiri o'char. Bugun yo'qlab qo'ydingizmi onangizni? Mayli, manzil etmoq uchun bo'lsin olis, xat yuboring yo qo'ng'iroq qiling so'zsiz. Farzandining mehrin to'yib qilolsin his. Bugun yo'qlab qo'ydingizmi onangizni? Qani olib 2 dona issiq nonni, ishdan biroz xolis qilib tanda jonni, manzil aylang ayni damda shu makonni. Bugun yo'qlab qo'ydingiz bir bor onangizni. Mehribonlarim, inshaalloh vaqt g'animatdir. Boring, ota-onangizni yo'qlang. Bir bora bag'ringizga bosib, onajon, otajon, sizlarni juda ham yaxshi ko'ramiz. Boringizga shukr degan so'zlarni takror va takror ayting. Diydorlariga to'ying. Bugun bor insonlar ertaga yo'qdir. Yodingizda qolsin. Agar siz bugun ota-onangizga vaqt ajratmasangiz, vaqt albatta ularni sizdan ajratadi. Bu hayotning achchiq bo'lsa-da eng aniq haqiqatidir.